Waalaikumsalam. Rahmat. Güvenlik merkezi kütüphanesi 5 yıl oldu. Teşkil bo'lganına 100 ming nusxa edebiyotlarımız var. Bu yer yangi edebiyotlar. Hozirgi o'quvchilarning kitobxonlari talablarga javob beradigan latin edebiyotlari berdi. Böyle adamlar gelip o'quvchilar gelip Gelip bepul o'zining guvohnomasi bilan, pasporti bilan keladidan, a'zolaridan shu bilan bepul kitobni olib 15 kunda 20 kunda almashtirib bemalol o'qishi mumkin. Bir olib ketganda 3 kitob, 5 kitob 15 kunda o'qib keladi. 15 yılda 3 kitap, 5 kitap ha. Benim özümden şarayet etse falan mı? Var, xonalar bor. Bu yerda o'tirib o'qiydigan xonamiz bor. Bu yerda kompyuterda o'tirib o'qiydigan elektron kutubxonamiz bor. Ha bir de misal shunchalik stol turibdi. Dedi maqsad nima bo'ldi? Bu xodimlarning o'tirib ishlaydigan xonasi bu. Bu hozir bino bizning balansimizda emas, kollejning yotoqxona binosi bu yer. Vaqtinchalik hozir biz bu yerda o'tirib turibmiz. Endi hokimlarning niyati bilan yangi bino berilsa, sharoitlashtirilgan, kutubxonaga moslashtirilgan bino bo'lsa, hujjatmas. Lekin bino yotoqxona, kollejning yotoqxonasi. Demak, tumanda kutubxona yo'q. Yo'q, bino yo'q. Bu kollejning yotoqxonasi 5 yildan beri shunda o'tiribmiz biz. Yotoqxona endi ularga ehtiyoj yo'q. Hozir bolalar yotib o'qimaydi. Yotoqxona o'zi neden yo'q, rejadam yo'q. Endi yotoqxona bo'lgandan keyin kutubxonaga moslashmagan binodan bu. Avval kutubxonaga moslashgan bino bo'lsa, o'quv zali alohida, kitob alohida xonada, xodim alohida o'tirishiga. Lekin o'qiyacak ha bolalar. O'qiyacak, va katta yoshdagi pensionerlar ham keladi, yosh kitobxonlarimiz ham ko'p. Bu yerda nechun kursilar yo'q? Kursilar tashqariga chiqardik hozir. Tak bolalar. Bu kursi yetarli, parta yetarli. Asosiy masala bino, boshqa narsamiz hozircha yetarli, normalniy bo'ladi. O'zbekchagina. Lekin bu kirilcha bo'ldi. Kirilchasi ham bor. Yangi adabiyotdan bu 2000-yildan buyon yangi adabiyotlardan katta yoshdagilar kirilcha adabiyot so'raydi. Hozirgi yangisini so'raydi-da. Lekin hozir bor ekan, hozirgilar ham bor. O'zimizning yozib-yozib Lafzlar. Yashagan bilan lekin hozir kunlarni ko'paytirish bu yaxshi narsa ekan. Akvarium zo'r. Kunlar ko'paytirsa odamning kayfiyatini ko'taradi. Tamam, bu yana kompyuterxona o'tamiz. O'ngga. Elektron kutubxona. Kompyuterdan respublikadagi milliy kutubxonaga ulanib, chet davlatlarda Wi-Fi bor, kompyuterlar yetarli, kitobxonlarimizning so'ragan narsasiga javob olsa bo'ladi. Qiziqarli kitobxon bo'lsa. Wi-Fi bemalol. Wi-Fi bor. Buyuk ha? Buyuk, o'zimizni moliya turib turadi. Wi-Fi ham muammo yo'q. Bu kitob skanlaydigan, kitobxon bir kitobni so'rasa, agarda undan kam bo'ladigan bo'lsa, masalan, san'atga kerak bo'lgan bo'lsa, shu kitobni ham qilib qo'ya olmam kerak. Biz ham uni darrov skanerlarimizdan elektron variant aylantirib, undan tashlab qo'yamiz. Kompyuterida, telefonida o'qish mumkin. Ham kitobni sur'atga elektron kitob aytib tayyorlashdan beradi. So'ragan. Televizordan nima qiladi? Televizorda kitobxonlarga monitor, tadbirlarda yana yangilik bo'ladigan bo'lsa, yangi kitobni tarjimasi yetkaziladi tamomda. Shu vaqt kompyuterda tayyorlaganimizdan kitobxonani berib, televizorda qo'yib berib, o'quvchilar yangi kitob bilan tanishtiradi. Har doim odam bor, ha? Bor. Oltida zo'rg'a kitobxonlarni injak bizdan chiqargan. Bir eski fond, bu eski fond sayılarında bizden yapmayla yapılabilir. Rusça fond,
sakla deb turibdi. Yo'q etma, chiqarib berma. Bu xazina bu, sakla deb turibdi. Shuning uchun hali asosiy fondimiz 4 etajin taqdirida. Hozir yoshlikka ko'radilar 100 ming fond berdi. Bizde gereken para. Girdim. Şöyle giremiz, bu Özbek edebiyatla, lekin buna eski Özbek tilinde edebiyatla buna. Toshkentda turgan muzey o'xshaydi. Uçlarındaki. Yaxshimanda necha uch qatnashchisi bor? Hozir nechasi borini bilmayman. Bir Kerbek chog'idagi boyana borib edik biz. Bir kaldı. Shu bo'lami shu? Bekim bu kaldı var. Bir. Valla bizlar yuzini Bizlar borib edik. Keldingmi? Uni shunday vaqtcha taklif etdim. Bizlarda Jessek bo'ladi. yana bir narsa bizlarda bir loyiha yo'lga qo'yilgan. Uyda o'qigan adabiyotini bizlara sovg'a sifatida taqdim etish. Yakpoyam 300 kitob o'zlarining shaxsiy kitobxonasidagi adabiyotlarni taqdim etganlar. Shu kitobxon o'qib tursa, shuning savobi menga ham deyib tursin deb ekalib ketganlar. Yo'q. Bizlarda nima bo'ldi? Prezidentin eserlerim var, bediye edebiyatlarım var, teknik edebiyatlar. O'zi o'qib bo'lgan adabiyotini bizlara sovg'a toifasida berish loyihasi bor bizlarda. Benden bu kitaplar verişim gerekiyor. Peki o kısalar beriş gerekten. Lekin köpek kitap. Ben mücadelede olayım. Hozir Farg'onada 100 ming kitob birikdi. Ishi yopiq fond, eski fonddan da u. Bu avvalgi biza o'qigan davrdagi o'zbek tilidagi nashri bilan. Lekin yaxshi saqlangan ekan kitob. Hozir podvaldagi kitoblarni ko'rsangiz hayron qolasiz. 100 ming adabiyot turibdi bu yerda. Shunday etajlarga saqlangan. Endi bino bo'lsa, xudo xolasa ko'chiramiz. Sizlarning o'zingiz barcha yo'q hali. Yo'q. Muzey bekkalar boshqa ko'chirgan. Ve asosiy sonra chiqib ketsam bularning bir qutusin bizlardan. Gaz nazoratlarimiz, sovuq nazoratlarimiz. Bizlarda hozir endi kutubxonadan turaman her vaqtdan. Kimning uyida eskidan qolgan noyob narsalar bo'ladigan bo'lsa, bizlara shuni beringlar. Sening noming bilan kiritaman. Shu bilan qoladi. Zavodimizda bo'ladi bu. Sokur sağ. Hayır. Buradaki natural ne vardı bunda? Ne vardı? Kübüle ha? Kübüle. Burada. Kübü bor edi, u yoqda kaç kunlar son pishirgan ekan u, olib turdik. Keldi, bolalar yalmon ketdi, u kaç bo'lsin. Go'shtdan yasalgan ekan, qo'l bazan qiladigan. Ha, shuni ham borgan olib ketdim. Tegirmon bor ekan, kirag'az bor lekin, sarakada mammal ovqat etadigan kirag'az shu. Bu tegirmon. Aylantiriladi dedi. Bug'doy solinib, un etib chiqariladi. Bu ne? Bu kirag'az, sarakka solib mammal ovqat pishiradi. Setleri. Şimdi ürüngen mesela. Çok güzel kitap bu. Hazır şunu ballarına takılı yaptık şey. Zor. Çok güzel. Tamam.
Hazır bağlılar telefonu açadıdan derri 2 metre 4 dese çıkaradıdan aytadı. Üstüne indirek geldi bir keser bezel olmak bezellerin sunmak mı? Kitaplarımız var yani. Oturun. Ve kitaplarımızda da demek alim ve alime boladan insanlar. Ucu alim ve alime boladan yapıyoruz. Kim 100'den köp kitap okudu büyük. 2025 yılında. 100 tane kitap okuyan var mı? 2025'te. Yok. Yıl ahırına taraf. Ötki yıl 100'den köp okuyan var mı? 24 yılında. 100 kitaptan köp okuyan var mı? 1 yıldan var. Yok. Bir kitap okuyan var mı? Beş tartılmanla turbu. Katta kitap, kichkina kitap, hammasini kitap. Umumiy. Shu yoshadimi? Bir yılda en kamida en okumadım deyanda bir 50 kitap o'qish kerak. Shuni ham o'qiysizlar. O'zi buni hisobda qat'iy dursalar, maktabdan necha kitob o'qiysizlar bir yilda? Maktab kitoblari. 12. Demek yana bir 40 kitap bemalol o'qisa bo'ladi, badiiy. To'g'rimi? Hani kim oxirgi kitobi nima bo'ladi? Misol uchun kim aytadi? Oxirgi kitobni O'qigan kitoblar. Ha, ayting. Mirzo Kalom Ismoiliyni odamning qissasini. Zo'r. Nomini tushundingmi? Odamning haqida, masalan, odamning yaxshi fazilatlari bor, o'rganish kerak. Men bilmagan narsalarni o'rganib oldim. O'zimda yo'q fazilatlari o'zimga singdirib oldim. Savdogarlar ustozidan kitob o'qigan bormi? Yo'q. Boyadan kambag'al o'qigan bormi? Yo'q. Biznesga qiziqmisiz ekanda sizlar? Her xil narsalar o'qish kerakdan. Faqat bir yo'nalishga ketish kerak emas. Azgina boshqa yo'nalishlarga chiqish kerak. Rassomchilikka qiziqadan kim? Nima chizasizlar? Qani ishga kirdilar. Aytgizim. Ko'zlarni chizaman. Ko'zlardan olma, o'zimni olaman. Ranglarini ham baravar. Rahmat. Naturmort. She'r o'qigan bormi oxirgi? Yozadan bormi? Kim yozadi? Qani bizimiz aytib bermagan. Til haqida. O'zimni she'rimni aytib bersam, ona tili haqida aytib beraman. Alla bo'lib jaranglagan ona tilim jon dilim. So'zlaringda ulug' ma'no, bu Navoiy tuzgan navo. Dilim yayrar so'zlaganda, madhing dildan kuylaganda, ardoqlaydi sevib benim ona tilim jon dilim. Hayır. Ma'nolarga doğrusu. Bunu burada benim ağaç sohbetlerse boladan, bu şiir, aşırılar, qo'shiq aytsa boladan bo'libdi, ma'noli bo'libdi. Rahmat. Qaysi maktabda o'qiyapsizlar? Shu maktabda? Ha, boshqa maktab, ha? Her mektepten diyorum ben. En bilimli kızlar onlar. Gel koşun. Rahmet söyle. Faal o'quvchilar bo'ladi. Til bilenler kim? Qaysi til? Ingliz tili. Necha bolaga zarsizlar? Aslida tamam. Endi, kelgusida kim bo'lish niyating bor? Bankir. Nima uchun bankir? Atamni sohalari izlariga ketadi. Ha. Aslida urg'aymoqdan keladi. Zo'r, yaxshi keldi. Lekin xalq o'ylaydigan, xalqqa yordam beradigan, tadbirkorlarga yordam beradigan bankir bo'lib ketishgan. Rahmat. Qanday maytmisan? Ha.
Görüntü tuttu ziyali aile. Özü bir de hem ziyali ailedenligi görüntü tuttu. Demek sıradan Xudo xohlasa yaxshi insonlar ministerlar chiqadi, prezident chiqishi mumkin Xudo xohlasa ve bütün şu yurtimizni, vatanimizni başka devletlere ko'rsatadigan, tanitadigan insonlar chiqsin sizlardan. Muvaffaqiyat tilayman sizlarga. Rahmat. Omad tilayman. Rahmat. Jahonda kitobdan yaxshi yor bo'lmas. Davr g'amxonasida g'amgizor bo'lmas. Yolg'izlik kunjida undan har qachon yuz rohat yetar, lek bir ozor bo'lmas. Assalomu alaykum qadrli tadbir ishtirokchilari, aziz kitobxonlar. Bugun Hazoras tumani axborot kutubxona markazida respublika miqyosida bo'lib o'tadigan O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida o'tkaziladigan 5-Respublika kitobxonlik haftaligining ochilish tadbiriga xush kelibsiz. Ushbu tadbirni ochib berish uchun so'z Hazoras tuman hokimi Maqsudbek Abdullayevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Hamma zamonlarda ham insoniyat kutubxonaga ehtiyoj sezgan, kutubxonadan foydalangan va kitobxonalar doimo ma'rifat va ma'naviyat maskani darajasida e'zozlangan. Kitobni sevish, uning qadr-qimmatini atrofdagilarga so'zlab berish biz uchun ham qarz, ham farzdir. Kitobxona tarix va zamon o'rtasidagi ko'prikdir. Sohibqiron buyuk sarkarda Amir Temur aytganlaridek, kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql idrokning, ilmu donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir. Mamlakatning ma'naviy darajasini ko'rsatadigan muhim ko'rsatkichlardan biri o'sha xalqning kitobxonligi. Bugun qanday kitoblarni mutolaa qilayotganligi bilan belgilanadi. Shuning uchun hozirgi kunda xalqimiz orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, yoshlarni ommaviy kitobxonlikka jalb etish borasida davlat siyosati darajasida bir qator amaliy ishlar bajarilmoqda. Yosh avlodning ma'naviy saviyasini va intellektual salohiyatini kuchaytirishda kitobning o'rni beqiyos. Bunga esa faqat va faqat kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish orqaligina erishish mumkin. O'zbekiston milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'yadi. Yangi davr shiddati jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni qaror toptirishga, xususan xalqimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda ona vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda kitobxonlik madaniyatini oshirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ijodkorlar, noshirlar va kitob tarqatuvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini izchil va samarali tashkil etish orqali faol
kitobxonlar safini kengaytirish, aholi, ayniqsa yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirishdan iborat. Aholi, ayniqsa yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ular orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, kitobxonlik madaniyatini rivojlangan davlatlar bilan taqqoslanadigan darajaga ko'tarish hamda yoshlarning kitobxonlik madaniyatini jadal rivojlantirishga, ularning madaniy savodxonligi o'sishi orqali inson kapitali sifatini yaxshilashga erishiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Katta rahmat. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugun mana shu Hazoras tumani axborot kutubxona markazida o'tkazilayotgan O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida tadbirimizni bugun chiroyli qilib o'tkazishda albatta tumanimizdagi kitobxon yoshlar umumta'lim maktabida tahsil olayotgan o'quvchilarimiz chiroyli sahna ko'rinishlari, raqslarni tayyorlab kelganlar. Keling bugungi tadbirimizni badiiy qismiga o'tsak. Sahnaga 4-son maktab o'quvchilarini taklif qilamiz. Marhamat.
sahnamizga 17-sonli umumta'lim maktabi o'quvchilarini taklif qilamiz. Ular ijrochisi Go'ro'g'li